Assalomu alaykum hammaga. Xo'p, bugun sizlar bilan amaliy mashg'ulot qilishimiz kerak. O'shanga sekin kirish qismini qilib beraman. Ma'lumki, shu kunlarda agar xabaringlar bo'lgan bo'lsa, Saud Abdulvahid, Muhammad Karam, Timur, 4 kishi o'tirib podkast qilishdi. O'sha podkastligida bitta qiziq mavzuni ko'tarishdi. Bu cloud shunchaki qurol emas, stack degan ma'noda. Ya'ni hozir hamma biladi AI ishimizni olib qo'yadimi, olib qo'ymaydimi degan mavzuda hozir gapirilayotgan paytda bular yangicha yondashuv qilishdi. Qanaqa yondashuv qilishdi? Sun'iy intellektni faqatgina yordamchi qanaqadir instrument sifatida emas, uni o'sha alohida xuddi Javaga o'xshagan yoki Node.jsga o'xshagan til sifatida, stack sifatida qarasa bo'ladi degan narsani ilg'or ko'tarib chiqarishdi. Menga nima yoqdi? Bular realni hozir agar ko'rgan bo'lsanglar bu YouTube'dagi videoligini suhbat qilishgan, podkastimiz uni suhbat shaklida qilishgan va Temurbek chiroyli qilib cloudda qanaqa ishlashni tushuntirib berganlar. Bizning ham mavzuyimiz hozirgi darslarimizniki cloud bo'lganligi sababli cloud mavzusiga ham to'xtalyapman-da. Xo'p, menga nimasi yoqdi? Qanaqa qilib bular buni taqdim qilishganligi. Videoni albatta ko'rib chiqish kerak. Ya'ni ko'rmasdan turib baho berishinglar yoki mana bunaqa ekan deyishinglar bu xato deb o'ylayman. Shu sababli hamma oldin bitta ko'rib chiqib, undan keyin qanaqadir fikr qilib shunga qarab ish boshlashinglar bo'ladi. Hozir men sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan narsam bo'lsa, Temurbek Suyarovni qilgan prezentatsiyalarini ko'rsatib bermoqchi edim. Juda ham yaxshi taqdimot tayyorlaganlar, cloud mastering degan narsa. Bitta zo'r fikr keldi shundan keyin menda. Cloud hozir agar bilsanglar, anaqa qilyapti. Har xil kurslar, boshqalarni tashkillashtiryapti-da. Akademiyasi bor. Akademiyasining ish vazifasi bu sizlar cloudni hozirgi qilayotgan texnologiyalar, yangi o'zgarishlarni ko'rib olishinglar va imtihon topshirib turib sertifikat olishinglar mumkin-da. Bu nima narsaga olib keladi? Saud zo'r bitta gap aytdilar-da. Topshirib ko'rdinglarmi desa, nech pul ekan deganda, palon pulga topshirsa bo'lar ekan, tam korxona bo'lsa tekin bo'lar ekan, korxona bilan shartnomasi bo'lsa, agar anaqa bilan bo'lsa, shaxsiy o'zi bo'ladigan bo'lsa alohida ekan, hokazo shunga o'xshagan gaplar aytdi-da. O'sha yerda zo'r bitta gap aytdi. Saud aytdilarki, menga kursni o'zini yoki nech pulligini, sertifikatni o'zi muhim emas. Sertifikatga olib boradigan yo'l bor-ku, roadmap. Ana o'sha muhim degan narsani aytdilar-da. O'sha menga ham yoqdi. Haqiqatda zo'r talqin, yaxshi fikrlash anaqasi. O'sha turdi. Zo'r talqin, chunki rostdan ham biror narsani bizni bilishimizni bizga sertifikat isbotlab beradi-da. IELTS topshirgan bo'lsa, ingliz tilini bilaman deymiz, tam hozir cloudni sertifikatini olsak, cloudni bilaman deymiz. Lekin o'sha bilimni o'zi aslida bizga muhimda. Ani hikoya bo'lardi esingizda bo'lsa, ani kitob minilgan eshak kabi bo'lish haqida-chi. San deydi, boradi Bag'dodda boshqa o'qib keladi bittasini o'g'li. Mahallaga qaytib kelayotganida keyin ustoz so'raydi. Nima qilyapsan? Mana deydi, butun bilimlarimni deydi, ryukzakka solib, sumkasiga, xaltasiga solgan, bilib kitoblarimni solib olib kelyapman deydi. Sumkasini shart topib qo'yadi-da, qani menga bunaqa narsani aytib berchi desa, kitobimni bering, keyin aytaman deydi. Tushunasizlarmi? U bilim to'plagan, to'g'ri ilm to'plagan, lekin bilim to'plamagan-da. Bilim bilan ilm farqini bilsanglar kerak. Bilim bu qaysiki sizlar o'zingizlar biladigan narsalar, ilm bo'lsa hali bilinish kerak bo'lgan narsa, ya'ni o'rtadagi bor narsa, hamma olishi mumkin. Ola olsanglar bilimga aylanadi. Bu yerda ham xuddi shu gap ketdi-da, ya'ni sertifikatini olish, cloudni sertifikatini olish bu bitta masala, lekin cloudni sertifikatini olish bu bitta masala, lekin anaqa qilish, ayni unga boradigan yo'lni bosib o'tish o'sha muhimroq degan narsani-da. Xo'p, hozir men ko'rsatmoqchi bo'lgan narsa bu Temur Suyarovni yozgan prezentatsiyalar edi. Bu yerda Muhammad Karim zo'r bitta anaqa ko'rsatadilar. Mana ham chiziqcha bor-ku deydilar. Ya'ni prezentatsiyani shunaqa chiroyli tayyorlashgan. Mana bu to'lqin ketyapti-ku, to'lqinning oldidagi mana bu chiziqcha bizani kontekst deyaptilar. Kontekst bilasizlar nimaligini? Bu sizlar AI ga gapirayotgan gaplaringlar, AI sizlarga beradigan ma'lumotlar o'sha kontekst deyiladi. Sizlar unga qanchalik to'g'ri, aniq narsa bersanglar, shunga qarab turib u yondashib sizlarga javob qaytaradi.
Bu yerda ko'ryapsizlar, bitta bu 120 dan ham ko'proq, 140 gradus shaklda ochib turibdi hozir va o'rtasida kichkinagina qizil narsa u yoqqa borib kelyapti. Bu degani AI shu oraliqdagi narsani sizlarga qaytaradi, lekin randomda shunchalikdan xohlagan bittasini gapirsa ham AI to'g'ri gapirgan bo'lib qoladi. Va qanchaki biz mana shu burchakni kamaytira olsak, bu shunchalik biz unga aniq gap aytolgan bo'lamiz degani bo'ladi. Mana bu ochilib turgan nurni ochilib turishi bor-ku, burchak bor-ku, burchak torayadi. O'shani toraytirishimiz. Toraytirish uchun nima qilishimiz kerak dedilar va taqdimotda ko'rsatishni boshladilar. Hozir biz qanaqa gaplashamiz? Biz qalaysan cloud, yaxshimisan, yaxshi yuribsanmi? Menga bunaqa narsa kerak edi. Arxitektura qilib bera olaysanmi? Ha, qilib bera olayman. Mana bunaqa stekda qilib bera olaysanmi? Ha, qilib bera olayman. Ya'ni oldin salom alaykum olamiz-da u bilan, o'zbekchilik olamizda. Undan keyin realniy muammoyimizga o'tamiz-da. Shu narsani yo'qotish uchun ba'zi bir narsalar bor. Bunda ko'p adashadi sun'iy Shuni yo'qotish uchun ba'zi bir narsalar bor, o'shalarni qilish kerak. Bu konfiguratsiyalar. Bu yerda mana hozir chiroyli qilib tushuntirishlarni berishgan. Men sal yiriroq qilaman. Slayd ekranga nisbatan maydaroq ko'rinyapti. Agar konfiguratsiya qilmasdan ishlasa, nima bo'ladi deganda, Temurbek. Qoidalarni bilmaydi, takrorlanuvchi promptlarni har safar yangitdan yozish kerak bo'ladi. Quality gate yo'q, ya'ni build singanni keyinroq topasiz, ya'ni ishlagandan keyin natija rostdan ham natijaga erishildimi yo'qmi, u narsani keyin bilib qolasiz. Team standart yo'q degani bu corporate code style degan narsa bor-ku, corporate style degan narsa bor-ku, bu yerda bilasizlar, korxonalar hammasi sizga oldindan dokument beradi, mana mana shu qoida bo'yicha ishlaymiz deydi. Masalan, fayl alarm bo'ldimi, hamma narsani tashiysan, notebookingni ham tashiysan, chiqasan, o assembly pointga borasan, to'g'rimi? Yilda 2 marta nima qiladi? Binoda buni test qilib ko'rishadi. Universitet bo'lsa, ishxona bo'lsa, hokazo. Shunga o'xshagan kodni ham standarti bor, korxona ichida qilinishi kerak bo'lganda. Va o'sha kod staylni ham kelishib olish mumkin cloud orqali. Uni aytmasangiz, kimdir ali qilib yozgan, kimdir bali qilib yozgan, hokazo aralashib ketgan bo'ladi. Cloud code yordamida agar uni konfiguratsiyaga solsanglar, deyapti, code base'ni o'qish osonlashadi, multi-file editing, bir vaqtda bir nechta fayllarni edit qilish oson bo'ladi, deyapti. Terminalda tayyor komandalar paydo bo'ladi, deyapti. Git bilan integratsiyalar osonlashadi, hokazo shularni tushuntirib berishgan. Buni high level, yuqoriroq darajada tushuntirib chiqilgan, lekin nima deydi, ichkariga kirishni boshlasangiz, har bittasi bu alohida katta mavzularda, bu ro'yxat shaklida berilgan xolos. Endi demak, agar ko'rgan bo'lsanglar, videoda tushuntirib berilgan qanaqa qilib cloud md fayl yasalishi, biz o'tgan safar cloud md bilan ishlab ko'rgan edik. Settings JSON ni qanaqa qilinishi, ya'ni cloudni o'ziga chegaralar qo'yishingiz. Bu senga mumkin. Mana senga mumkin emas. Buni bunaqa qil, buni bunaqa qil, ya'ni o'zingizlar config bersanglar bo'ladi. Tam ertaga MCP larni boshqalarni ulamoqchi bo'lgan paytingizda kerak bo'ladi. Rullar, har xil qoidalar kiritsanglar bo'ladi. Hook degan narsalar bor ekan. Bu nima degani? Demakki, biror narsa sodir bo'lishidan avval yoki biror narsa sodir bo'lganidan keyin qaysidir bitta ishni amalga oshirish. Ya'ni sizlarda nima bo'ladi? Odatda sizlar prompt yozsanglar, sizlardan so'raydi. Mana bunaqada nima qiling, bunaqada nima qiling deb savol berishni boshlaydi. O'sha savol bergan paytda gapirib ketsanglar bo'ladi. Yoki deylik, kod yozib bo'ldimi? Kod yozgandan keyin test yozish kerak. Demak, kod yozib bo'lganligini hook qilib olasizlar-da, boshqa bitta promptga jo'natasizlar yoki skillga jo'natasizlar, u sizlarga test yozib beradi. Test yozib bo'ldi degan hookka olasizlar-da, uni testlashga jo'natasizlar. Testlagandan keyin xato bo'ladigan bo'lsa, boshiga qaytarib yuborasizlar. Ya'ni bizning workflowimiz bor-ku, orqaga qaytish workflowlar. Hammasini bir chekkadan qurib chiqsanglar bo'ladi. Mashlarni, hamma ketma-ketlikdan foydalanib. Skilllar qayta ishlatish mumkin bo'lgan bilimlar. Buyruqlar bu bitta promptni ichida, ya'ni odatda sizlar prompt yozayotgan paytingizda takrorlanib yozadigan narsalaringizni alohida buyruqlarga, komandalarga solib qo'yishingiz mumkin-da va prompt yozish jarayonida o'sha yozadigan gapinglarni yozib o'tirmaysizlar-da, komandani belgilab ketsanglar, o'zi qilib ketaveradi. Ana shunaqa soddalashtirish usuli. Undan keyingisi o'sha agentlar. Shularni hammasini qilgandan keyin ancha sizlarni ishingizlar tartibga kelgan bo'ladi deb tushuntirib berishdi. Xo'p, namunalar berishgan. Masalan, deylik, Cloud MD bu high level, ya'ni umuman loyihaga tegishli bo'ladigan narsalarni bu yerda yozasan deyapti. Masalan, stacklar qanaqa bo'lishi kerakligi, masalan, deylik, .NET da qilgan, tam Core 8 da Web API qilgan yoki Postgres da qilgan, hokazo, qoidalarni, umumiy qoidalarni beryapti. Har doim sana return t shaklda formatda natija qaytargan, tam har doim include degan narsani ishlatgan, hokazo. Nima mumkin emasliklari, ya'ni mana operator ishlatma, mana bunaqa narsalarni qo'ygan, uni qilmagin degan narsa. Buni oldindan berib qo'ysangiz, boyiga u o'tlab ketishidan kamaytirgan bo'lasiz-da.
keyingisi ruxsatnomalar boyagi config bor-ku, settings deyson, o'sha yerda har xil allow yoki boshqalarni bersa bo'ladi. Masalan, men edit qilmoqchiman, read qilmoqchiman degan paytda o'qish xohlagan paytida aytsangiz bo'ladi. Ha, o'qib o'rgan, yulduzcha qilib qo'yib. Yoki deylik faqat shu folderligini o'qigan, mana folderga tegmagan hokazolarni aytib qo'ysanglar bo'ladi. Hooklarni ham xuddi shunaqa sozlasanglar bo'lar ekan. Hooklargacha men o'zim hali yetib bormadim. Nasib qilsa keyingi darsda yetib boramiz. Va skilllar boyagi aytganimdek, sizlarni asosiy promptinglarni bergan paytingizda cloud nima qiladi? Sizlar qonun qoidalaringlarni skilllar yordamida oldindan berib qo'yganinglar uchun nima qilsam ekan deb o'ylamaydi-da, tak, komanda qanaqa ishlaydi deydi. Ha, resultni anaqa shaklda klass qaytarish kerak, mana bunaqa shaklda servislarni yasash kerak degan narsalarni o'ylaganligi uchun uje unda tushuncha paydo bo'ladi, sizlardan so'ramasdan bajarishni boshlaydi. Chunki uje oldindan biladi. Aytgancha e'tibor bersanglar, mana bu torayishni boshladi. Burchaga kamaydi. Va bularni deyapti, hammasini yig'gandan keyin hozir yangi chiqqan narsa deyishdi, bu plugin. Ya'ni men xotirani sozlashlar, cloud hamma sozlamalarni qilib oldimda, yonimdagi bitta joyda ishlaydigan o'rtog'imga aytaman, kasbdoshimga aytaman, keyin unaqa narsalar qildim, meni ishim yengillashdi deyapman. Bo'ldi deyapti, plugin qilib men unga beryapman, u ham o'sha pluginni o'ziga qo'yyapti, deyapti. Endi ikkalamiz bir xil shaklda yengil ishlashni boshlayapmiz. Ya'ni shunaqa shaklda hozir komandalar borgan sari yengillashib ketishyapti. Hozir savol bordi. O'tgan safar CloudMG degan bitta fayl ochdik, ochib qo'ydik-ku. Hozir demak settings, rules, mana hooks degan narsalarni ochib qo'yishimiz kerakmi papkalarni? Hozir kelamiz shunga. Savollar oxirida beraylik, kelamiz. Biz kecha o'tgan safar mana buni o'zini ko'rdik-da. Qolgan narsaga endi ko'rib chiqamiz. Xo'p, plugin bu demak nima ekan? Bu boyagi hamma mana shu 7 ta qoidani bitta joyga bitta paket qilib yig'ib qo'yganingiz va u paketni keyin boshqalar bilan ulashishingiz mumkin, bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Qolganiga endi prezentatsiyani ko'rsanglar bo'ladi. Masalan, cloud ishga tushirayotgan paytingizda cloud shu kerakli bo'lgan ma'lumotlarni o'qib olib, sizlar bilan keyin ishlashga tayyor bo'ladi. Shular haqida tushuntirib berishgan misollarini endi o'sha boyagi stack.net bo'lgani bilan tushuntirib berilgan. Juda ham yaxshi anaqa qilingan. Xo'p. Endi keyingi masala, men nima qilmoqchi edim, sizlarga ko'rsatib bermoqchi bo'lgan narsam bugun bu tak ijozatlar bilan men bu yoqqa qaytib kelsam. Bugun sizlar bilan nima qilmoqchiman? Sizlarga amaliy bitta narsa qilib ko'rishimiz kerak. Esingizda bor, biza software development life cycle'ni o'rganayotgan paytlarimizda, bu yoqda orada suhbatlashganimizda biza nima bo'lardi? Birinchisi requirement gathering bo'lardi, ikkinchisi keyin high level design bo'lardi, keyingisi low level design bo'lardi, undan keyin developmentga o'tilardi. To'g'rimi? Ayni o'sha high level design bilan low level designni biza studentlik mana bu cloudni skilllari boshqalari yordamida sozlab olsa bo'ladi o'zimizga moslab. Hozir men bitta misol yasab ko'rdim. Ya'ni men yasamadim. Hech narsani qo'lda yozadigan zamon emas hozir o'sha kodlarni o'shanga hamma narsani o'zi bilan gaplashib turib, ya'ni studentlikni o'zi bilan gaplashib turib yig'sa bo'ladigan bo'lib qoldi. Faqat asosiysi bergan narsasini o'qishinglar kerak. Eng qiyin narsa hozir cloudlar, studentlik eng qiyin narsa studentlik hozir yozib bergan narsani o'qish bo'lib qoldi. Chunki juda ham ko'p narsa yozib beryapti-da, anaqa ketadi. Xo'p, esingizda bo'lsa, sizlar bilan nima o'rgangandik? Tizimlarni yasayotgan paytimizda yaxshi arxitekturalardan bittasi bu mikroservis arxitekturasi. Chunki mikroservis arxitekturasida har bitta modul mustaqil alohida ishlaydi. Shu sababli har bitta modulni qaysi tilda yozayotganligingiz ahamiyati bo'lmaydi. Pythonda yozasizmi, Javada yozasizmi, JavaScriptda yozasizmi yoki tam PHPda yozasizmi, umuman ahamiyati bo'lmaydi. Va hatto shunaqa shakldagi agar qaysidir bittasi qaysidir bitta servisni yengillashingiz kerak bo'lsa, vaqt o'tdi, 2 yil o'tdi, 5 yil o'tdi, eskirib qoldi-da. Uni optimizatsiya qilish mumkin, qonunchiliklar o'zgardi, hokazo moslash kerak. Ana shunaqa paytda sizlar o'sha bitta servisni o'zini qaytadan yozdirasizlar. Dasturchi yo'q, masalan, Javada kod yozmayapti, boshqa bitta Pythonchilar bor. Olib kelasizlar, noldan hammasini yozadi, shundan almashtirasizlar, ishlab ketaveradi. Shu tarafdan mikroservislar arxitektura qulay. Shu haqida gaplashganmiz, oldin agar esingizda bo'lsa, va o'sha yerda bitta qiziq narsa aytgandik. Yondashuv haqida gaplashgandik. Qaysi tilni biladigan dasturchi bilan gaplashadigan bo'lsangiz, Python bo'lsin, PHP bo'lsin, Node.js chilar bo'lsin, Java chilar bo'lsin, kim bilan gaplashsanglar,
men kod yozaman deydi. Meni kodim backendda kod yozaman deydi. Men yozgan kodim avtomatik Swagger bo'lib API dokumentatsiyasi chiqadi deydi. Eshitgansiz shu gapni? Ya'ni bu anaqaga o'xshaydi. Menda Android, menda Apple deb talashamiz-ku. Ana o'shanaqachilarga o'xshaydi. Dasturchilar bir-biri bilan shuni ustida talashadi. Men kodim zo'r, meni tilim yaxshi, meni tilimda anoni qilib beradi, buni qilib beradi. Endi tasavvur qiling, sizlar teskari tarafdan kelasizlar. Endi bizlar bu yerda maqsad nima edi? Bu yerda biz project managementni zo'r o'rganib olishimiz, to'g'rimi? Va ertaga jamoalarni to'g'ri boshqarayotgan paytimizda, ya'ni ertaga jamoalarni shakllantirib, ularni to'g'ri boshqara oladigan darajadagi mutaxassis bo'lishdi. U yerda endi sizlar nima qilishingiz kerak? Sizlar endi faqat dasturchi emaslar-da. Sizlar takoy junior yoki middle yoki boshqa dasturchi emaslar. Sizlar endi team lead bo'lasizlar ertaga. Team leadning vazifasi nima bo'ladi? Qaysi stackda bo'lishidan qat'iy nazar, sizlar endi ularni bir-biri bilan kombinatsiya qilib, kubik o'ynab yig'a olishingiz kerak-da. Chunki ideal 100% zo'r full stack odam yo'q. Hozir bu odam kelib, men full stackman desa, men 4 ta gap bilan u bilan talashishim mumkin. Xafa bo'lib yig'lab ketib ketadi. Unaqa narsa bo'lgan bu yerda ham. Bilmasdan gapirib qo'ygandan keyin. O'shanga unaqa narsa yo'q. Lekin har bitta odam qaysidir bitta tarafda qobiliyati zo'r bo'ladi. Kimdir front-endda zo'r bo'ladi, kimdir back-endda, kimdir databaseda, kimdir networkingda, hokazoda, kimdir testing, kimdir DevOpsda, hokazo. Sizlar o'sha ularni yaxshi tomonlarini ketma-ket qo'yib turib jamoada ishlata olsanglar, ana o'shanda sizlarning jamoangiz zo'r bo'ladi. Tushunasizlarmi? Ana mashinani gonkasida ham bilasizlar, haydovchi juda ham aktivniy bo'ladi, lekin uni qiyinchiligi nimada? Yo'lni tez ko'ra olmaydi u. Yonida bittasi o'tiradi, u nima bo'ladi? U yo'lga qaramaydi, u ko'proq xaritaga qaraydi, to'g'rimi? Ana vaqtni zo'r hisobga olib turib, hozir buril deydi yoki chapga deydi, o'ngga deydi yoki o'ngga burilasan endi deydi, hokazo. Buyruq etib turadi bu. Ana o'sha ikkalovini birlashtirganligi uchun yutib chiqishadi. Agar alohida olsanglar, ikkalovi alohida qatnashsa, ikkalovi yuta olmaydi, ya'ni bir-birini ham yuta olmaydi, boshqalarni ham yuta olmaydi. Xuddi shu narsa. O'shanga bizni taklif bitta zo'r narsa ko'rgan edim, bitta jamoada va o'sha narsani ham bu yoqqa olib kirgan edim. Bu birinchi kelishuvlarni yozib olish, undan keyin dastur yozishga o'tish. Bizda eng yomon narsamiz bu nima? Biz vazifani aytishimiz bilan hamma kod yozishga ketib qoladi-da. Akalar, kod yozmaymiz, oldin kerak dokumentatsiya yozamiz. Shu sababli men nima dedim? Birinchi bo'lib menga API dokumentatsiya kerak, ixtiyoriy narsani yozishdan oldin. U narsa masalan Swaggerda bo'lishi kerak deb faraz qildim. Va keyin bitta prompt yozdim. Men bu promptni Gemini'ning ikkita moduli bilan, Cloud bilan gaplashib ko'rdim. Demak, nima narsa ekan? Menga Cloud Code skilllari kerak. Men software development uchun menga nima yozib berganman? API dokumentatsiyani Swaggerda yozadigan skill kerak edimi? Ikkinchisi Javada Swagger tayyorlangan boyagi Swaggerdan Java kod yozib beradigan narsa kerak edimi? Va xuddi shu Swaggerdan menga SQL kodni Postgresga mo'ljallab yozib beradigan narsa kerak deb yozaman. Xo'p, keyingisi menga 3 ta skill kerak edimi? Men create a model student with parameters name, surname, location, city, start year, hokazo, etc. deb cloud kodga yozsam, u menga Swagger faylni bread degan narsa bor, bilasizlarmi bread nimaligini? Bread degani browse, read, edit, add, delete degani. Ya'ni API da bilasizlar nima bor? 5 ta metod bor. Browse bu sizga list qaytarish, read bu bitta elementni o'qish, edit bitta elementni o'zgartirish, add bitta yangi element qo'shish, delete o'sha bitta elementni o'chirib tashlash. Bu bread deyiladi. Shuni keyin Postgresda SQL faylni va Javada MVC degan narsa model view controller shaklda menga structureda kod yozib beradigan menga 3 ta skill kerak deb yozdim. Menga CloudMD degan faylni generatsiya qilib bergandim va shu bilan birga u menga aktiv turamga javob bersin. Faqatgina shu aytgan eslardan o'tgan safar shunday bitta folderim ichida ishlasin deyman. Readme faylni har safar update qilib bergan dedimda aytdim. Ya'ni men buyruq berib, agar menda arxitekturamda fayllarim bir narsa o'zgaradigan bo'lsa, yangi modellar qo'shiladigan bo'lsa, kontrollerlar qo'shiladigan bo'lsa, Readme faylda ham to'g'rilab qo'ygin. Yo'q bo'lsa qo'shib qo'ygin degan narsani ham qo'shib berdim. Xo'p. Give me all these files in MG file so I will use it in Cloud Code. Hammasini Cloud Code'da ishlata olishim uchun menga qilib berganda yozdim. Va eksperiment qilib tekshirib ko'rdim. Hozir vaqtingdan olmaslik uchun hozir ko'rsatib beraman. Eksperiment qilib tekshirib ko'rdim. Bu narsani
ikkita Gemini'ni anaqasida ijozatinglar bilan men hozir anaqa beraman. Tak, bir daqiqa. Mikrofonni yoqdi. Tak. Menga ham kerak edi. Men nima qildim? Bilasizlar, hozir hamma narsani qo'lda yozishinglar shart emas. Hozir ustun intellektni o'z bilan yozsanglar ham bo'ladi. Men boyagi o'ylagan narsamni Gemini'ga qo'ydim va Gemini'da ikkita modi bor. Bittasi kompleks muammolarni yechish uchun thinking mode bor, ikkinchisi pro mode bor. Matematika bilan kod uchun. Ikkalovida ham ishlatib ko'rdim, rang qilib ko'rdim. Thinking modda ham, pro modda ham. Va thinking mode menga birinchi thinking ko'rsatilgan. Bu thinking mode bo'lsa kerak. Bu pro mode ekan. Mana thinking modga yetgan paytimda, ya'ni fikrlash modiga yetgan paytimda u menga bitta katta qilib yozib berdi. Mana Markdown'ni ham bunaqa qilasan, Swagger'ni ham bunaqa shaklda yozasan, SQL'ni bunaqa shaklda yozasan. Chunki bu skill yozishni bilmaydi-ku, cloudga mo'ljallab turib, shu sababli bunaqa shaklda qilib berdi mana. Qanaqa qilish amalga oshirishni berdi. Xuddi shu narsani keyin men nimaga berdim? Pro versionga berdim. Pro versionga bergan paytimda endi u nima dedi? Menga CloudMD degan fayl ichiga mana buni yozasan dedi. Keyin birinchi skillni fayliga mana buni yozasan deb turib, menga qaytadan mana bu shaklda fayllarni tayyorlab berdi. Okay? Va menga tushuntirib berdiki, agar endi bundan keyin yangi narsa yozmoqchi bo'ladigan bo'lsang dedi, create a model student with parameters pala parametrlar bilan use all my skills to generate Swagger, PostgreSQL, Java, MVC code degan narsa aytdi. Ya'ni mana hamma skilllarimni ishlatgan deb turib qo'shib qo'ygan deyapti. Finally update the readme degan yozuvni ham yozishga taklif qildi menga. Okay? Xo'p, tabiiyki men dangasaman bu narsaga. Men nima qilaman? Borib kimga aytib beraman gapimni? Cloudga aytib beraman. Keyin xuddi shu narsani cloudga aytib beraman. Okay? Qaytadan yozib o'zbekchada yozib chiqaymi yoki shuni qo'yib tekshirib beraymi sizlarga? Nega o'zbekcha? Kontentimiz shunda o'zbekchada qolardi-da. Nima deysizlar? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Ovoz yaxshi ekan. Rahmat hammaga. Xo'p, demak, kelinglar shuni men hozir boshlanishiga inglizchada qo'yib tekshirib ko'raylik. Keyin o'xshamasa keyin boshqa variant qilamiz. Cloudni o'ziga yetgan paytimda Cloud menga o'zini stilida yozib berishni boshladi. Ya'ni CloudMD nimaligi, readme'sida nima bo'lishi, Swagger ichida Swagger Designer degan bitta folder ochasan-da, uning ichida SkillMD ni ochasan-da, ham bunaqa qilasan deb. PostgreSQLnikida SkillMD ochasan. Ya'ni menga fayl nomi qanaqa bo'lishini ham u menga tushuntirib berdi. Chunki men bilmayman-ku, men oldinda davay qilib berdim, bo'ldi. Va menga bundle fayl berdi, ya'ni ichida hamma o'sha yig'ilgan anaqa fayl anaqalari, ma'lumotlar. Shu ma'lumotlarni keyin o'shadan boshlab berilgan ma'lumotlarni ko'rishdan boshlab ishlatib ketaylik. Demak, okay. Bu menga Gemini bergan variantlari. Men buni hozir gitga tashlab qo'yaman ko'ra olishinglar uchun va hozir qaytib kelamiz mana menga. Bu menga Cloud Code'ni o'zi bergan ma'lumotlari. Xo'p. MDda so'raganim uchun menga MDda qaytarib berdi. Demak, menga aytayaptiki, agar faqatgina mana shuni hammasini to'g'ri qo'yib chiqa olsang deyapti, sen menga talaba degan yangi modelni qo'shib bersang, men qolgan ishlarni o'zim bilib bajaraman deyapti. Tushunasizlarmi? Ya'ni men Swagger yozish kerakligini aytmayman, Javada kod yozish kerakligini aytmayman, Postgre'da yozish kerakligini aytmayman, tushunasizlarmi? Shuni hammasini o'zi bilib qiladi deyapti. Xo'p, uning uchun nima qilishimiz kerak? Kelinglar, mana bitta mana 6-dars bo'sh turibdi, ichida hech narsa yo'q. CloudMD degan faylimizni shuni ichida yasashimiz kerak ekan, chunki rootda bo'lishi kerak. Okay? Mana CloudMD faylimiz. Xo'p, bundle qilib berganda bitta qiziq narsasi bor ekan, bundleda u mana bunaqa tayyor kod berganda, bu tayyor kodni run qilsangiz, sizga hamma folder papkalarni yasab chiqib berar ekanda o'zi. Hozircha men buni ishlatgim kelmayapti.
buni ishlatishdan oldin men oldin bunaqani o'zini bergani bo'yicha ketma-ket qilib chiqaylik deyman. Xo'p, keyingisi mana bu cloud degan yangi bitta papka ochishim kerak bo'lar ekan. Mana. Va uni ichida skills degan papka ochishim, folder ochishim kerak bo'ladi. Mana. Va skillsni ichida 3 ta boyagi skilllarimni qo'yaman. Bittasi bu menda Swagger API design, keyingisi Java MCP Codegen. O skill ichida bo'ladi. Mana. Va uchinchisi PostgreSQL Codegen. Mana bu. To'g'risini aytaman, men hali o'zim ham tekshirib ko'rganim yo'q. O'shanga qanaqa ishlashini xudo biladi. Xo'p, 3 ta narsani yasadik va har bittasini ichida deyapti skillmda fayli bo'lishi kerak deyapti. Okay, har bittasiga bitta skillmda degan fayl yasab qo'yaman. Hozircha bo'm-bo'sh turib turaversin. Keyin ichini to'ldirib olamiz, chunki hozircha biz ko'rsatma bo'yicha ishlayapmiz. Xo'p. Keyin ishlarni to'g'rilashlarini qarab chiqamiz. Xo'p, va bitta readme fayling bo'lishi kerak deyapti. Uni readme faylni o'zi ham yasab bera oladi. Uni biz o'zimiz yasab qo'yaylik, что o'tlab ketib qolmasligi uchun. Mana. Mana fayllarimiz strukturasi chap tarafda turibdi. Mana. Va agar buni faylni o'zini ham ko'rgan bo'lsanglar, fayl arxitekturasida bu narsani u menga ko'rsatib bergan o'zi. Ops, katta qildim. Hozir bir daqiqa. Mana. Cloud-mda rootda turish kerak, readme-mda rootda turish kerak. Cloud-ning ichidagi skills-ni ichida deyapti. Demak, qolgan skills-ni ichida boyagi skill fayli turish kerak va keyingi API folderni ichida OpenAPI ni Swagger YAML fayl bor-ku, Swagger o'sha turadi deyapti. DBda DB migration fayllari, DB migration fayl degan demakki bir nechta SQL fayllar yasaladi. Ularni har bittasini ketma-ket run qilib chiqsak, bizning databasimiz oxirgi to'g'ri versiyaga yetib keladi. Va Java strukturasi bo'yicha bilasizlar, source main bilan resources degan papka bo'ladi va mainni ichida reverse domain degan tushuncha bor. Reverse domain degani domenni teskari shaklda yozilgani. Masalan, deylik, ustak.uk bo'ladigan bo'lsa, aytda uk/ustak bo'ladi. Va bu yerga application yoki mobile yoki bir narsa xohlagan folder nomini yozasizlar, keyin nomini yozib ketishingiz mumkin-da. Va undan keyin ichida model, view, controller, service, repository, wrapper, configuration hamma narsa ichida bo'laveradi. Ana o'sha shaklda qilsam bo'ladi deyapti. Mana hozir qo'ydik readme-ni, cloud-ni, skill-larni qo'yib chiqdik. Davom etamiz. Bu misli mana bu shaklda o'qiyman, chunki bu yerdan copy paste qilishimiz osonroq bo'ladi. Keyingisi bread haqida gapirib o'tgan. Mana bread deganda bu nimalarni hisobga olaman deyapti. Bread bu browse, read, edit, add, delete degani. Birinchi harflarni o'qisanglar bread so'zi chiqadi. Browse odatda get bilan ishlatilinadi, read ham get bilan ishlatilinadi, edit adashib ketmaslik uchun put bilan ishlatilinadi, post bilan adashib qo'ymaslik uchun, add da post ishlatilinadi, delete da ham bilmasdan post orqali o'chirib qo'ymaslik uchun delete degan HTTP request orqali yuboriladi. Va REST API ni best practicelari bo'yicha qaraydigan bo'lsanglar ham nima qilingan? Resourcesda demaslarda qaysidir modelli nomi bo'ladi, undan keyin IDs turadi. Ana o'sha shaklda qilinadi. Maydonlarni yuborish oson bo'lishi uchun get emas, put, post, delete, put bilan post ishlatiladi. Chunki ichida parametrlar bo'ladi. Mana shu narsani qo'yib o'zi tayyorlab qo'ydim. Ya'ni men bunga tushuntirib o'tirganim yo'q. Best practice qanaqa bo'lishi kerak. Xo'p. Davom etamiz. Endi optional lekin run qilib qo'ysang bo'ladi degan narsasi. Mana men hamma fayllarni hozir qo'lda yasab chiqdim. Shuni bittada run qilib ishlatib yuborsang bo'ladi deyapti. Xohlasanglar mayli bitta run qilib ko'ramiz. Tak, undan oldin bitta narsani to'g'rilashim kerak bo'ladi. Men bu yerda com example degan yozuv menga yoqmaydi. O'shanga o'zimizning domenimizni qo'yaylik-da. com uk ustak app o'rniga dars 6 deymiz. Tak. AI dars 6 deymiz mana. Mana endi bizga bergan kodini biza nusxalab turib joy turibman o'zi. Yo.
dars 7da emasmiz. Mana xatamiz. Mana bu yerda run qilishimiz kerak. O'zi hozir 7-darsi, bu 6-darsga qo'ygan ekanman. Siz to'g'ri aytdingiz, uzr so'rayman, dars 7. Boya so'radiga. YouTube'da sekinroq ketyapti, shunga bemalol qo'yapti. Okay. Tak, demak, dars 7-ga kirdim. Amir beni yaxshi ko'radigan buyruqlari clear. Men unchalik xushlamayman-ku, lekin mayli. Mana MK0 deyapti, mana bu folderlarni yasab chiqqan deyapti. Hammasini bajargin deydi. Bajarganda mana hozir ko'rsanglar bo'ladi. Cloudni boyagi folderlari, API, database folderlari tayyor bo'ldi. Papkalari mana UK, ustak AI ichida qolgan ma'lumotlar ketdi. Men buni ham xato qilganman. Buni ham 7 qilib qo'ysak to'g'ri bo'ladi. Xo'p. Bo'ldi mana hammasi. Endi deyapti, birinchisi CloudMDni ichiga quyidagi markdownni tashiysan deyapti. Hozir buni tashiymiz. Keyin ichini o'qib chiqamiz. Hozirchalik birdan o'qib chiqmayman. Xo'p. Buni yapamiz. Mana CloudMD ichi bo'm-bo'sh, ichiga hammasini tashiyman. Mana hammasi MD faylni o'qish oson bo'lgani uchun bular bu narsani qilgan. Endi Swagger API design, mana Swagger API design ichini markdownini ichi quyidagilardan iborat. Skill'larda bir nechta parametrlari bor. Parametrlardan bittasi bu skillni nomi, ikkinchisi u skillni mana chiroyli qilib ko'rsatdik sizlarga skillni. Mana qaranglar. Skillni nomi bo'ladi va uni descriptioni bo'ladi, ta'rifi bo'ladi. Bu nima bo'lishi haqida. Keyin mana output nima shaklda, qaysi shaklda output bo'lishi, natija qanaqa shaklda chiqishi, mana ko'rasizlar, aytyapti API da OpenAPI degan folderda, mana folderning ichida modelni nomi YAML qilib yasagin deyapti. Masalan, student YAML. Va ketdi qadamma-qadam nimalar qilish kerakligini tushuntirib chiqyapti. Talablarni qo'yib chiqyapti. Bread degan talab borligini tushuntirib chiqyapti mana. Template qanaqa qilib to'ldirasan, bitta namuna beryapti. Mana bunaqa Swagger namunasi, shu bilan ishlab chiqasan deyapti. Hamma narsani yasab bo'lgandan keyin nimalar qilishing kerakligini aytib chiqyapti. Va shuning ichida katta qilib yozib qo'ygan. Update readme.mg to list the new changelog model. Ya'ni yangi model yasab bo'lgandan keyin u readme ga borganda qo'shib qo'ygan o'tgan modellar deyapti. Loyiha kichkina bo'lgan paytda bu ma'qul. Loyiha kattalashgan paytda odatda readme ga tashalmaydi, u Swagger o'zi turadi. Bo'lmasa ikkita joyda bo'lib qoladi. Xo'p, endi keyingi skillimiz bu bizada demak Java kod yasaydigan skillimiz. Java kod yasaydigan skillimni olaman. Hozirchalik men to'g'ridan-to'g'ri tashlolman, lekin bu skilllarni o'zgartirishimiz kerak, chunki ichida biz xohlagandan ko'ra boshqacha shakllari ham bor. Mana aytyapti, buni ham nomi Java MVC Codegen, ya'ni Javada kod yasaydigan narsa. Descriptionni ketyapti mana nima ma'lumotlar, ya'ni qanaqa ishlashi, JPA bilan ishlatsinmi, DTO ishlatsinmi yoki yo'qmi, hammasini tushuntirib beryapti. Keyin qanaqa qilib kod generatsiya qilishi, input file deyapti, senga input deyapti, modelli YAML fayli deyapti. Boya aytdim-ku men, Swaggerda berilgan dokumentatsiyadan asoslanib turib kod yozgin dedim. Ana o'sha narsa deyapti. O'sha yerdan olasan desiz, the source of trust shu deyapti. Nima bo'lsa ham, senga kimdir nimadir yolg'on gapirsa ham deyapti, YAML ga borasan, YAML qanday bo'lsa shuni qilib berishing kerak deyapti. Eslaydan nima uchun Swagger birinchi yozilishi kerakligi? O'ylab turinglar ungacha. Xo'p, bizning package-imizning nomi UK ustak dars 7, to'g'rimi? Ustak. Menda har doim ikkita harf almashib qoladi. Matnni ma'noni yozib qo'yaman. Xo'p, va mana bu yerda ham folderimizning nomini o'zgartirganmiz. Mana modellarimiz qanaqa bo'lishi kerakligi, fayllarning nomlari qanaqa bo'lishi kerakligi, talablarni yozib chiqyapti mana. Layering ketma-ketlik qanaqa bo'ladi? Bilasizlar, model bo'ladi, controller bo'ladi, yonida servis bo'ladi, o'shalar hammasini tushuntiryapti. Qattiqdir mapper bo'ladi va hokazo. Mana model qanaqa bo'lishi? Model bunga bog'lanadi repozitoriy orqali. Keyin uni ham bread kerak, ya'ni bread funksiyasi bo'lsin deyapti va bread funksiyasini qanaqa shaklda amalga oshirish. Bu hozir Java ni yozayotgan paytida men bilishim bo'yicha ko'pchilik hozir Spring da yozayotganligi uchun Spring ni stilistikasi ketgan bu yerda.
hamma yoqda kontrollerlarni et bilan qo'shib olishlar, hokazo, avtopilotlar qilishlar. Shunga routinglari ham hozir Springniki ketyapti. Men sizlar bilan nima ko'rsatmoqchi edim? Bu narsani hozir qilib ko'ramizda, keyin harakat qilib ko'ramiz frameworkni o'zgartirib ko'rishga. Ya'ni framework o'zgartirsa, bu o'zini qanaqa tutadi? To'g'rilaydimi, yo'qmi? Xo'p. Mana bu template'lar ketyapti endi. Har bittasiga qanaqa shaklda template berish kerakliklari. Oddiy qo'l bilan yozgan paytimizda buni yozishimiz biz uchun ko'p edi-da. Masalan, hozir bitta yangi model kiritaman desa, to'g'rimi? Takoy talabani kiritib bo'ldik, endi darslar kiritmoqchimiz, dars deganni kiritmoqchi. Mana dars deyishim uchun shuncha narsa yozib chiqishim kerak. Shuni o'rniga hozir men uni bitta faylga tiqib qo'ydimda, bu yerda gapirsam, o'sha faylni o'zi qo'shib olib turib, keyin rank ko'ryapti. Ya'ni ishimni ancha yengillashtiryapti. Xo'p, davom etamiz. Keyingisi bu Postgre bilan ishlaydigan funksiyamizniki mana. Buni ham copy paste qilamiz va bunda ham juda ham ko'p o'zgarishlar bo'ladi, chunki bir xil narsalarni bu o'tlab ketib qolgan joylari bor. Shu sababli ham o'qishimiz kerak bo'ladi. Demak, bunda ham nima deyapti? Input deyapti, the source of trust Swagger faylim deyapti. Namingni clouddan o'rgangan deyapti. Snake case bo'ladi deyapti. Bilasizlar, Postgresda chiziqcha bilan kebab case bo'lmaydi. Kebab case, snake case farqini bilsanglar kerak, to'g'rimi? Camel case, kebab case, snake case. Nima bu deydi? So'kmayapsizmi deydi? Snake case degani bu katta kichkinalar bilan bo'lishi, kebab case degani o'rtada chiziqchali bo'lishi, tegi chiziqchali qaysi bir edi? Yo'q, u ham kebabni boshqacharoq varianti edi. Xo'p, keyingisi qaranglar, output paytida deyapti endi. Output paytida deyapti, fayllarni v deyapti, version. NNN deganda bu yerda sanda 3 digit number deyapti, mana ko'rasizlarmi? Avtomat ravishda tartiblashim kerak-ku, men qanaqa qilib beraman? Tartiblashga deyapti, metod kirityapti. V deganda 001 002 qilib ketgan deyapti. Masalan, Alchemic'ni ko'radigan bo'lsanglar, anaqa bor, Python'ni migration scriptini yasagan kodi bor. U yerda oldida qanaqadir hash kod turadi-da. Hash kodlarning ketma-ketliklari qaysidir anaqada boshqa bitta database'da yig'ilib turgan bo'ladi. Ana o'shanaqani o'rniga bu o'zi taklif qilyapti. Biz uchun oddiyroq tilda qilish uchun shaklda beryapti. Va mana create degan so'z ishlatdi deyapti va modelni nomini yozdi. Nega? Chunki modelni biz yasayapmiz deyapti-da. Lekin agar model o'zgartiriladigan bo'lsa, alter so'zini ishlatgan deyapti. Bu bizga oson yordam beradi. Nima bilan? Biz modelni nomi bilan izlagan paytimizda qaysi versiyada yasaganmiz, qaysi versiyada uni o'zgartirganmiz topa olamiz. Bu bizga qulaylik beradi. Xo'p, va shu bilan ketdi. Bu yog'iga boyagi mapping har doim ichida bo'ladigan create, add, update etlarni o'zi qo'shib chiqdi va hokazo. Bread funksiyalari qanaqa bo'lish kerakligini tushuntirib berdi. Template berdi mana. Template hokazo. Xo'p, buni tugatdik. Davom etamiz. Endi kim qoldi bizda? Readme qoldi. Readme'ni ham tayyor qilib beribdi. Mayli, Readme'ni ham yozib qo'yaylik. Nima uchunligini hozir ko'rasizlar. Readme dedi. Mana Readme'miz bo'sh. Readme'ni shunaqa qilib berganki, ajoyib ish qilib bergan. Mana proyektimiz nomi, nimalar bilan ishlashi, qanaqa qilib ishlatishingiz, mana sample bergan va structure'ni bergan. Bu yerda eng qizig'i mana models deganda not yet qilib qo'ygan, hech nima yozilmagan degan. Endi koddan o'qisanglar, bu yerda yozib qo'yganki, kommentariyaning ichida cloud updates this table whenever a model is added or changed. Har safar model o'zgarsa yoki qo'shilsa, shu jadvalga cloud avtomat ravishda modellarni qo'shib boradi deyapti. Okay? Bo'ldi. Umuman olganda biz qilmoqchi bo'lgan ishimizni asosiy qismi tugadi. Kelinglar shu qismini aqlli bola bo'lib commit qilib qo'yaylik, to'g'rimi? Juda katta loyiha bo'ldi, lekin juda katta. Bu hali loyihani o'zi emas lekin. Dars 7 sozlamalari tayyorlandi. Hozircha commit qilib qo'yaman. Yopish qilsam ham bo'ladi, to'g'rimi? Dars. Ups. Dars 7. Okay. Yangi branchga tashlab qo'yamiz. Xo'p, ana endi qaranglar. Endi bular hammasini yopib olaman. Tak, izohla nima debdi? Bitta izohlarni ham o'qib qo'yaylik-da, keyin yopib olamiz hammasini. Drop in order case tak, ketma-ketligi, buni o'zgart readme oldin cloud yasaysan, readme yasaysan, keyin skilllarni yasaysan deb tushuntirib chiqibdi.
com example appni o'zgartirgin dedi. Biz buni nima qildik? uk.ustek.dars7 deb nomladik. One model, one Swagger file. Har doim bitta model yasaganda bitta yangi Swagger file yasaladi deyapti. Bu yaxshi. Editing qanaqa qilinishi hokazo. Mana JavaRC boshqa non Spring Stack qilmoqchi bo'ladigan bo'lsang deyapti. Mana men bitta CodeGenga borganda o'sha yerdan to'g'irlagin deyapti. Boyaga aytgan narsam bu Javada qilib bergin deganim uchun Ustekni o'zi tanladi, Springni o'zi tanladi. Men endi menga Spring yoqmaydi deb boshqasini aytsam, o'tgan safar gaplashgandagi Vertexga o'xshaganini u o'zi qilib beradigan bo'ladi. Xo'p. Buni olaman. Hammasini yopib olaman. Yopib ishlama kerak emas, to'g'rimi? Va Cloudga kelaman. Cloud qaysi turibdi? Dars 7dan boshqadan. Bu Cloudimiz boshqaroq turibdi. Cloudni ham yoqamiz. Mana bizda hozir dars 7 degan papkamiz ichida Cloudni ishga tushirdik. Model tanlaymiz. Qaysi modelga o'tib olamiz? Default Sonnet 6. Ma'qulmi? Ichida bo'ladi, to'g'ri? Va yozamiz. Create a model student with the parameters name, surname, location, city, start year of study. Bo'ldimi? Boshqa kerak emasmi? Mana kod yozyapman, men programmistman. Azizbek, tushunasizmi? Programmistlarning ahvolini ko'ryapsizmi hozirgi kunni? Da, tekshiramiz, ketdik. Odamlar hayron bo'ldi. Programmistlar o'ziga oson qilyapti-ku hayotini deb. Xo'p, bir chekkadan boshlandi. Use skills Swagger API design. Shuni ishlatsam maylimi deyapti. Class may use instruction code. Ruxsat berasanmi deyapti. X deyishim mumkin yoki X va menga boshqa Swagger API dizaynni ishlatmoqchi bo'lgan paytimda so'ramagin deyishim mumkin yoki yo'q deyishim mumkin. Men maqsadim buni ishlatishga bo'lganligi sababli X deyman va mendan buni boshqa so'rama deyman, lekin qolganlariga so'rasin-da. Bitta shuni tanlayman. Davom etamiz. Nimadir qilyapti lekin endi. Structure o'qib chiqyapti mana. Biz choy ichib turamiz. Bu ozgina ishlaydi-da. Data Science ham shunaqami? Hamma joyda shu. Hamma joyda shumi? Xo'p. Tak, endi do you want to create qayerda deyapti mana API folderda OpenAPI'da student YAML degan fayl yasamoqchiman. Rozimisan deyapti. Ha deyman. Hamma narsasiga xo'p demayman-da, prosta ha deyman. Do'stimiz aytgandek, haqiqatda tokenni o'zgartirmayapti. Odam emas-ku. Aytdim-ku, hozir nimadir xato dedim. Tepada qolib ketgan ekan sekretarimiz. Shuncha kutimiz bor, ham tepasida bo'lgan ekan. Xo'p, create qilmoqchiman deyapti. Yes. Tak, keyingisi yana create qiladi. Java CodeGen skill ishlataman deyapti. Ishlat. Yo'q, birinchisini tanladik. Birinchi Swagger so'radi, keyin Postgres so'radi, hozir endi Java'ni so'rayapti. Tak, endi modelni ichiga deyapti. Men student Java'ni yozaman deyapti, yoz. Tak, endi deyapti. Request Java'ni yozaman deyapti. Yoz. Hop, update request, okay. Response. Page response, umumiy view yasayapti endi. Endi studentga
Hop, endi resource not found exception case'larni yasayapti endi. Hop. Student service, student mapper, controller, global exception bu umuman hammasini handle qiladiganni yasayapti. Okay. Hop, readme file o'zgartiraman deyapti. Ma'qul. Tagiga modullarni anaqalarni qo'shish boshladi. Readme tagiga. Va qilgan xulosalarni yozib chiqyapti endi. Tak, tugatdi. Buni endi qarab chiqamiz. Biz noto'g'ri narsani kutayotgan ekanmiz boya. Mayli endi. Bunaqasi ham bo'lib turadi. Xo'p, mana birinchi Swaggerimiz tayyor bo'ldi. Swaggerimizda demak mana IPv birinchi versiyasi, Swagger 3 OAuth 3-versiyasini ishlatib qo'yapti. Mana student degan modul. Uni ichida 5 ta anaqasi bor, metodi bor, funksiyasi bor. Har bitta metod ichiga kirganimizda mana ma'lumotlari bor. Demak, page number students bu ro'yxat bo'lganligi uchun biz sahifalab olishimiz kerak. Nechinchi sahifani olamiz, nechtalab olamiz o'shanisi va filtrlar qo'shibdi. Masalan, city bo'yicha filtr qilsak bo'ladi deyapti. Va keyin tagida mana response qanaqa shaklda kelishiga namuna ko'rsatib qo'ygan, ya'ni ishga tushirgan paytingda deyapti, contentning ichida bunaqa shaklda natijalar keladi deyapti. Va mana nechinchi sahifaligi, nechtadan olib kelganligi, jami elementlar soni mana 42 ta bor deyapti, jami sahifalar soni nechta borligini ko'rsatib beryapti. Keyingisi endi yangi talabani yasayapmiz, add a student. Add student qilayotgan paytimizda deyapti, JSON shaklda berasan, bunaqa deyapti, Ada Lovelace bilasizlar kimligini? Ya, men bilmadim. O'tgan safar muzeyda yo'qmi deysiz? Bor edi. Ada Lovelace kim edi? U ishini qilmabsiz. Ada Lovelace birinchi qiz bola programmist. Londondan, hop, 2024. Mana to'g'ri ishlasa nima javob qaytishi, xato ishlaganda qanaqa javob qaytishlari, mana keyingisi studentni ID'si bo'yicha tortib olishimiz, keyingisi studentni anaqa qilishi, o'zgartirishi, ID bo'yicha aytamiz, qaysi IDni o'zgartirmoqchimiz, tagida mana ma'lumotlarini anaqa qaysi ma'lumotlarni o'zgartirish beryapti. Keyingisi o'chirishda faqat IDni o'zini beramiz, bizga yasab beradi. Xo'p, bu bizda YAML faylimiz edi. Endi bizning kodimiz Java'da kod yozib bergan. Okay, keyingisi SQLimiz. Mana bizda endi create table if not exist, yaxshi narsa, ya'ni agar table bor bo'ladigan bo'lsa, uni tegmaydi. Yo'q bo'lsa, mana yasab berish boshladi. Skriptda mana bunaqa narsani bizda templateimizda borligi uchun bu yoqqa qo'yapti. Aslida bunaqa emas, boshqacha qilishimiz kerak. Xo'p, indeks yasabdi talabalarni citysi bo'yicha. Nima uchun city bo'yicha indeks yasadi? Chunki bizani YAMLimizda izlash paytida, bizda get list qilayotgan paytimizda filtrlarda city bor edi. City bo'yicha izlab topish osonroq bo'lishi uchun unga bizga indeks yasadi mana. Replace function qo'shyapti. Agar biror narsa o'zgaradigan bo'lsa, nima qilish kerakligini trigger orqali amalga oshiradigan qilib chiqyapti. Bilmadim nima uchun trigger taqyapti, mayli. Create or replace function, set update at, agar update yangi kelayotganda, yangi bitta yozuv kirib kelayotgan paytda deyapti, now bilan bu yerga update qilib qo'ygin deyapti. Ya'ni buni biz oddiygina qildirmayapti-da, funksiya orqali, trigger orqali qilyapti. O'shanda siz bitta ma'noni o'zini o'zgartirgan taqdiringizda ham jadval bilan siz update funksiyasini ishlatayotganligingiz sababli u nima qiladi? Har safar updated at degan maydonni o'zgartirib turadi. Mantiqan zo'r yondashuv qilgan. Ya'ni programmistlar hech qachon updated atni o'ylamasligi kerak edi. Programmistlarga ham tegi ko'rinishi kerak emas-da, ularga yo'q bu narsa. Ular uchun ham faqat tepa bor bo'lishi kerak. Ana ayni o'sha tepa uchun mana o'z update qilyapmiz. Xo'p, davom etamiz. Endi mana bu yerda modelimizdan boshlaylik. Mana bizning student degan modelimiz. Mana student degan model
database degisi student mana columnni qanaqa shaklda bo'lishlari, mana hokazo ma'lumotlarni berib chiqqan Javada. Keyingisi repozitoriyadan olishi, qanaqa repozitoriy bilan ishlaydi. Hop, keyingisi repozitoriy bilan mapper qanaqa bo'lishi, kodlarni yozib chiqqan. Keyin controller, mana controller slash API slash Weaver bilan kirib kelganda deyapti. Mana boyagi parametrlari page number, size, city o'shalari id bilan boshqa ketma-ketma metodlarni yozib chiqqan. Har bitta metod servisiga, Mamutdagi servisiga qaysidir funksiyani chaqiradi. Mantig'i bu yerda yotadi. To'g'ri qilgan narsasi controller kontrol qiladi. Route-ni qaysidir servisga jo'natib beradi. Servis model bilan ishlaydi va o'sha modelni o'zgartirish, topish, qidirish va hokazolarni hammasini qilib beradi. Boygani mana getter setterlari, qiymatlarni berishlar, delete qilayotganda qanaqa ishlashlar hammasini qo'yib beradi bitta. Exceptionlarni ham qo'ygan, mana bilan mana bu ikkita exception ham yasab bergan. Ishlamay qolgan paytda qanaqa javob qaytarishini. Mana bu yerda mana view ga tayyorlab qo'ygan funksiyalari. Tak. Faqat eng qizig'i bu faqat API. API ni o'zi bo'lganligi uchun bu yerda uni anaqasi yo'q, front-end tarafi yo'q. Umuman olganda yomon emas, nima deylar? Zo'r. Qanaqa 10 minutda kod yozib bersa. Xo'p, endi qaranglar, bitta narsani tekshirishimiz kerak. Bizda nima yo'q, qaranglar. Xo'p, Swagger ochaman. Close our tabs. Tak, mana get qilayotgan paytimda talabani nomi bor, familiyasi bor, shahri bor, qachon o'qishni boshlaganligi bor. Savol, nima yana kerak talabaniki? Bitta maydon qo'shaylik. Okay. Mana qaranglar. Prosta genderni qo'shgan deyapman, talabaga deyapman. Okay? Qaysi fayllarni o'zgartirib boshqa aytmayapman. Davayt ishlatib qo'yaylik. Nima qilar ekan? Ungacha biz readme-ni o'qib turamiz. Readme-ni ham o'zgartirdik-ku, biratan, to'g'rimi? Mana readme-da, mana qaranglar, mana models degan joyga, mana talaba degan model, qayerda YAML turibdi, qayerda SQL fayl turibdi, qayerda Java package turganini ko'rsatyapti, ichida strukturasini qo'yib chiqibdi. Xo'p. Davom etamiz. Allow all edits during this session for YAML student. Okay, hop, o'zgartiraversin. YAML student ishonaman unga, endi o'zi qilib turaversin. Lekin hamma narsani ishlatib tashlamaydi. Tak, Postgres ham o'zgartiryapti. Bu sessiyada hamma o'zgarishlarni o'zing qabul qilgan deganligim uchun hozir endi o'zi bilib o'zgartiryapti. Hozir endi ikkinchi kodgenni oldi, SQL kodgen boya berganimizni, ruxsat berganimizni, uni o'zgartirdi. Mana maydonlar o'zgartirib chiqyapti. Boya story o'tgan ekan, token to'xtab turgan. Uzun matn bergan ekan, tepada bizdan narsa so'rab turib, tagiga matn tashlagan ekanda, kutayotgan ekan. Biz tepasiga chiqdik, yo'q degan javob berish kerak ekan. O'sha to'xtab turgan ekan. Undan keyin token ishlashni boshladi. Ko'p ishlatganmiz deyman. Yo'q, boya tomosha qilib turadi. Okay. Token ham vaqtdan yuryapti-da. Keyin birdaniga vaqt ketyapti, token to'xtab qoldi. Men o'yladim, что key bo'lganiga o'sha mintalik ichida bo'ldi deb qarasam, mintalikdan oshish kerak, o'sha oshmadi. Mana hozir mana qarang, uncha ko'p oshmaydi, lekin vaqt ishlayapti. Mana bu o'zgarishlar bo'lyapti. Ko'rasizmi? O'shandan keyin hayron bo'ldim. Tak. Kasha qildi. Yo'q, kasha qilmadi. Normal dars 7-chi dars 6 bo'lib qoldi. Mayli. Davom etamiz endi, qani. Bu hozir takoy hello worldimiz. Eng sodda varianti. Eng sodda variant. Chunki odamlar bor. Ya'ni skilllar hozir skilllarni repozitoriyasida hozirgi kunda hozirgi kunda emas. 3-4 oy oldin 3000 ta skill bor edi. Publicly chiqarishganlarida. Korxonalar katta kichikligiga qarab turib o'zligida ham 3000 ta, 5000 ta, 10000 ta skill bo'lishi mumkin-da.
har bir loyihaga qarab. Loyiha. Masalan, hozir biz 3 ta skill yozdik. Nimaga? Bittasi YAMLga, bittasi databasega, bittasi kodimizga. Endi yana kodimizni bo'lishimiz mumkin, databasimizni bo'lishimiz mumkin. Yoki har bitta mikroservisimizga qanaqadir qo'shimcha yana qanaqadir skillni yozishimiz mumkin. 10 ta mikroservisimiz bo'lsa, 5 tadan skill yozsa, o'sha qanaqa bo'lib qoladi? 50 ta skill bo'lib qoladi. 682 skill. Sizdami? Public bo'lganlar. 600? Skills SH degan sayt bor. O'sha skilllarni ro'yxatdan. Men 3000 taligini topuvdim bularnikini. Bu yerda endi anaqalar ham bordi, 3000 taning ichida marketingchilar, mediachilar, bir narsa o'shalarniki ham bordi. Tugadi. Tekshiramiz. Hop, boramiz student YAMLga va qaraymiz. Mana get student ichiga kirsak, mana gender female. Hop, post qilayotgan paytimizda mana yuborishimiz kerak. Ada Lovelace bo'lganligi uchun female deb to'g'ri. Hop, qaranglar endi. Migration script V002 yasadi. Nomini alter bilan boshladi. Student add gender dedi. Mana. Ko'rsatdim. Ya'ni eski anaqa borda, solid degan prinsipni o'si bor. Open close principle. Open for add, close for edit degan narsa borda. Ya'ni yangi narsa qo'shish uchun ochiqman deydi kodlar. Lekin deydi, o'zgartirish uchun yopiqman deydi. Ana o'sha mashqga ishlatiladi. Mana men faylda endi tegmaydi hech kim, faqat yangi qo'shish mumkin. Ana o'shanga yangi qo'shdi. Aytdiki, men students degan tala anaqaga dedi, gender degan narsa qo'sh, ichida female bo'lishi mumkin, male bo'lishi mumkin. Keyin other olib tashlaylik, bizda other yo'q-ku. Mana anaqasini berib qo'ydi. Okay. Xo'p, va mana bu yerdagi studentda ham mana gender qo'shib qo'ydi. Okay. Bo'ldi. Ya'ni o'sha bu yog'iga men nima qilaman? Kodimni yozib berishi uchun men qisqa qanaqadir buyruqchalar bilan bajarib ketaman. Endi tasavvur qilaylik, sizlarda nima bor? Sizlarda junior bo'lib keldinglar, ishxonani kod stylini hech narsasini bilmaysizlar. Kelasizlar, aytasizlarki, короче, deysizlar, kodni shundoq olasizlar-da, polniy analiz qilganda database qanaqa yasashadi, template'lari qanaqa bo'ladi, migration scriptlari qanaqa, swaggerlar qanaqa yozishadi, qaysi metodlar ishlatishadi, nimalari mandatory, qaysilari optional qolib ketadi, kodni qaysi tilda yozishadi, qaysi stackda yozishadi, qanaqa approach qilishadi, bla bla bla, hammasini so'raysizlar. U sizga aytib beradi. Mana bunaqa qiladi. Endi har bittasi bo'yicha alohida skill yozib chiqqin deysizlar. Hammasiga alohida skill yozib chiqadi. Undan keyin kirib, mana bunaqa o'zgartirish kerak deb yozsanglar, o'sha joyni o'zgartirib beradi. Keyin o'zgartirdim deb turib, seniorga borasizlar, review qilishga. Bunday qarang, "O, молодец, bizani kod style o'rganibsan" deydi. 5 baho deydi. Keyingisini qildi, sizga ish berish boshlaydi. O'shanga AI bo'lishinglar kerak-da. Tushunasizlar? Nima deysiz? Xo'p, buni run qilamizmi? Qanaqa qilib turamiz? Yo, run qilmaymizmi? API'ni o'zini ko'rsatib, endi shu bo'lsa kerak. Mana, Swagger. Tak, hozir mana bitta API'ni o'zini nima qilsa bo'ladi? Tushunmadim. Swaggerni o'zini ko'rsatib, endi o'sha outputimiz o'zi. Outputimiz o'sha bo'ladi, ha. Xo'p. Qaranglar, bunday qilamiz endi. Mana hozir hammasini tashlab qo'ydim. Bizga endi yana bitta narsa kerak deylik. Boshqa bitta modelni olaylik. Qaysi? Create a model, masalan, subject. Dars o'tasizlar-ku, to'g'rimi? With parameters, name, subject name bor, yana nima bor? Category, yana teacher, tutor, yana Kodi bor. code, university code, to'g'rimi? University code, yana to'xtanglar, mana shuni o'zbekcha yozaylik. Predmet dastur demoqchimisiz? Subject? Soati. Fan. Yangi model yasa. O'zbekcha yozaylik. Maydonlari, nomi, kategoriya,
O'qituvchi anaqa bilan undov bilan beraman, chunki bu anaqasi boshqacha bo'lib qoladi. Universitetdagi kodi. Yana nimasi bor? Bo'ladimi shuni o'zi? Qachon o'tilishi bo'ladi, soati bo'ladi. Tak, ular lekin dars jadvalda bo'ladi. Shunaqa. Ular dars jadvalda bo'ladi. Okey. Maydonlari. Tushunib ketyapti. Ya to'g'ri. Yo'q, o'zbekcha yozyapman. O'zbekcha yozamiz. To'g'riroq bo'lgan. Yangi model yasa maydonlari nom bu. To'g'rimi? Ketdik. Hammasini o'zing bilib qo'yganda yozib bosib yuboramizmi? Qo'rqitmaylar deng. Va boshqa variga chiqmasa kerak. Yo'q, shu yerda ishda. Kompyuterisku bemalol. Sizni kompyuteringiz ko'rdim. Samandar ham bilanlar haq ko'rish kerakligini. 4% ishlatamiz hozir shuncha qilgan ishimizga. To'rt foiz bir kunlikniki u. 5 soatlik. 5 soatlik. Okey. Yomon emas. Hozir buni ketidan keyingi buyruqni yozsam, tepadagi buyruq tugagandan keyin keyingisini qiladi, to'g'rimi? Agar ishlayotgan paytda aytsangiz, birinchi o'qiydi berganingizni. Hozir yurayotgan. Ishlab turgan paytda o'qiydimi? Ha, o'qiydi. Okey. Unda beramiz. Anaqa multi agent chiqdi-ku hozir, har xil oynada qilish. O'sha narsani qilsak, o'sha yerda qilsa bo'lardi ani. Bunisiga darsni turlarini yasa deymiz, bunisiga dars yasa deymiz, faqat ani tugagandan keyin qilasan deymiz. Bunisiga o'qituvchilarni nima kafedralarni yasa deymiz, keyingisiga o'qituvchilarni yasa deymiz, faqat kafedradan kelgan deymiz. Keyin dars jadvali yasa deymiz, faqat darsi bilan o'qituvchi tugagandan keyin hammasini aytib chiqasiz kubiklarni. Bajardingizda ketasiz. Borib ayoqda 1 soat ishingizni bitirguncha nimalarni bajarib qo'yadi. Shunaqa ultra kod degan. Shu ultra kod modeli. Lekin yaxshilab qolish kerak. Tak, tugadi. Keyin tekshiramiz. Mana shu tugadi, to'g'rimi? Tugadi. Course. Zo'r. O'zbekchani ham tushunar ekan. Endi saqlanyapti. Bo'ldi, saqlandi. Xo'p, demak, Swagger, course degan Swaggerimiz mana. Mana course. Course ichida nima bo'ladi deyapti? Name, category, teacher, university code, created at, updated at. Raslan? Boyagi bazadan ham database structure ketgan mana. I Java'dagi kodlari. Mana course kontrolleri va hokazo ketdi hammasi. Ma'qul? Deydi. Ya'ni ish yengillashishini shunaqa qilib amalga oshirsak bo'lar ekan. Tak. Xo'p, bularni hammasini men push qilib qo'yaman bo'lmasam. Dars 7 ni ichiga push qildim. Menimcha bo'ldi. Keyingisida bo'lmasam anaqa qilib boramiz. To'g'ri, uy ish qilib bersa bo'lar ekan, uy ish qilib Mamatdagi bizani Java'mizda, skillimizda bu anaqa ishlatgan. Spring Boot ishlatgan. Spring Bootning o'rniga biz boshqa Java frameworkga istirib qilgan deyishimiz kerak. Ana o'shanda qani yangicha qilib. To'g'ri, u yerda ozgina farq qiladigani u frameworkning structure, mana bu structure boshqacha bo'lishi mumkin. Shu sababli ozgina structureni ham to'g'irlash to'g'ri keladi. Mana sampledan to'g'irlash kerak bo'ladi. No, bitta yozib ko'rish kerak shunaqa skill. O'sha skill ishlatgan debdi, o'sha skill bilan qilib beradi. Ma'qulmi? Bo'lmasam rahmat, hozircha bo'lmasam shu yerda to'xtab turamiz. Onlayn kirganlarga ham rahmat. Uxlab qolmaganlarga ham kech bo'lganiga qaramasdan. Hozircha shular, bo'lmasam keyingi safar yana keyingi mavzularni davom etamiz.